Bosh. Kelgan? Bosh. Bitta novvasi bor. Ha, bitta novvoschasi bor. 4 ta o'najim bor. Kimda sement oldi, toza bolasi bor, 1 oylik. Bular 2 oylik bular buzoqlar. O chiqmatdi onasi. Qayda bu? Shunda mana bu Galshteyn deydi, to'g'rimi? Bu oq sigirimni aytdim 40 litr suv beragizganda. O'shaning o'g'li. U zot qanaqa? Galishti emas bu. Chorniy postra. Chorniy postra. Ha, Chorniy postra bolasi. bolasini chiqarsan, sement olib chiqasiz. Yo'q, qo'chqinlar. Sement. Nima bu? 1 oylik buzoqcha bu. 10-chi bu. 10-chimi? 10-chi bu. Haqiqiy sement. Sutka to'yganda bu. Haqiqiy sement oldi. Aparat. Bu 5 o'yan sotuvda. Sotuvga chiqaramizmi? Sotuvga chiqazamiz bularni. Shundan gapirmaysiz ta'zim. Sotuvga chiqazamiz. Bitta tanishirasizmi yo Mana shu bitta joyga gaplashamiz. bitta optimga gaplashsak bizga yaxshi bo'ladi. Optimga qancha deysiz? Optimga 85 million, beshovi. Beshovi. Aha. 85 million bo'lsa, Kelishadigan joyi bor. kelishadigan joylari bor. Bor. Boyagi Bitta donasini novvos chiqarib oladi. Ha, bitta novvos 4 ta o'najin. O toza sement oldi. Toza sement oldi bo'lasi ekan, men bu toza. Endi 1 oylik bo'ldi. Agar qiziqqanlar bir o'zini qanchaga berasiz? Mana sement oldi o'zini. O'zini to'g'risi 20 millionga bermadik. 20 millionga bermadingiz. Yo'q. Endi aralash, quralash, quyuq suv endi bu bilasizmi, sement zoti qimmat bo'ladi. Qimmatroq yuradi. Qimmatroq yuradi. Endi aralash, quralashiga oyganda 85 million deyapmiz. Endi O'ziga qancha so'raysiz? 20 millionga bermadingiz. 20 millionga bermadim. Xo'p. Qancha bo'lsa beraverasiz? 23lar bo'lsa beramiz. Onasi 30 ta suv beryapti. Chorniy postrlarchi? Ha, bular necha oylik? Bular 2 oylik. Bular 2 oylik. Ha, 4 to'vi. 4 to'vi. 4 to'vi 2 oylik. Bu 1 oylik. Bitta novvasi bor. Donasiga aytib keting endi birodarlar. Quyuq suyuq 17 milliondan bo'lsa beramiz. Quyuq suyuq 17 million so'm. Sement alam ichida. Va 23 million emas, 17 ichida ketadi. Ichida ketadi. Ha, bo'ldi. Hammasi bir joyda ketsa 17 milliondan quyuq suv ketadi. Ha, donaga o'zgaradi narxi buni. Sement zoti narxi o'zgaradi donaga. Iloji bo'lsa onalardan ko'rsatib keting. Onalardan shu yerda hammasi. Yem yeyishadi, sut ichadi. Bularni emdirmayman dedingiz, hech qaysini boshqa berasiz bunda. Soskada. Paqirda sut ichadi bular. Ag'urga to'yganmiz. Ha, nima deydi bu semental? Bosh.